Assalomu alaykum hammaga. Xabarlaringiz bor. Kurs kontrol tizimini aksiyaga qo'ygandik. Juda ham ko'p narsalarimiz kelib qo'yib ketyapti. Video qo'yishga to'g'risi vaqtim bo'lmayapti. Shuning uchun Noz akamizga shunaqa sistemada qo'yib berdik. Endi bu qo'shimcha yangiligimiz. Avarinka qo'yib berayotgandik burchakda knopkaga. Avarinka yonyapti. Bu aksiyani ichiga tushgan 390 ming so'mda ichiga o'rnatiladi. Keyin kurs kontrolda knopka bor. Mana bu kontrolda aktivatsiya qilaman tabloda. Oq yonib o'chyapti, tepa yonib o'chadi. Pasti bosilmay bilsalaringiz, mana bosib ko'rsangiz qattiq bo'ladi. Mana shu narsaga signal ham qo'yib beryapmiz mana. Pastga bosiladi bu. Bosiladi, zavodskoyda ishlaydi bu ham. Pastga bitta bossalaringiz, pap etadi mana. Past knopka signal, bu avarinka. Xohlasangiz buni signal, buni avarinka qilib bersak ham bo'ladi. Bu narsa alohida 50 ming so'm bo'ladi agar shuna qo'ydirishni xohlasangiz. Bu avarinka ichida kirib ketadi. Xohlasangiz avarinka, xohlasangiz signal bo'ladi. Juda ham ko'p o'rnashlarimizga bu yangilik jo'natib qo'yamiz. Bitta knopkada ikkita, uchta funksiya, uchinchi funksiya kurs kontrol, avarinka, signal hammasi bo'ladi. Bu o'ng tomonda baland past, radioy magnitofon baland past o'tkazadi, qaytaradi, telefon ko'taradi, telefoningizga qo'yadi. Fleshkaga, bluetoothga oladi, hamma narsalar zo'r ishlaydi. Foydalanib qolgan joyi 31-oktyabrgacha ulgurib qolamiz. Juda ham ko'p o'rnashlarimiz kelyapti. To'g'risi video qo'yishga ulgurmayapmiz. Chiroyli tartibda o'rnatib beramiz. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, yangiliklar hali oldinda.